Ozodbek uka, nima bunday oyoq qo'limiz ishlamayapti bizani? Yurib ketamizmi nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Akajon, bizlar yurib ketamiz, Xudo xolasa. Prezidentimizga xizmat qilamiz. Xalqimizga, elimizga Xudo xolasa yurib, buni uddalaymiz, Xudo xolasa, nasib bo'lsa inshaalloh. To'g'ri uka. Alloh qolsin. Nasib bo'lsa buni uddalaymiz, yurib ketamiz nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum musofirlar. Sizlar Yarmanov TV kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan men Yarmanov Shahboz. Bugun Toshkent shahriga yetib keldim. Neurologiya klinikaga Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi bitta oiladan 4 ta nogiron bor edi. Esinglarda bo'lsa chiqargan edik. Ko'pchilik taniydi, ko'pchilik tanimaydi. Mana shu klinikaga biz yotqizdik Ozodbek Karomat, G'olib akamizni, Ziyod opamizni yotqizdik inshaalloh. Mana shu oilani qo'llab-quvvatlab kelayotgan obunachilarimizdan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin va mana shu ro'za ulug' oyida albatta ehsoninglarni ayamasdan shu videoga bir dona like bosib biz bilan yaxshilik qilishda davom etinglar. Ko'rmoqchi bo'lganlar, ya'ni kelmoqchi bo'lganlar, pastda telefon raqamlari bor. Telefon raqamlariga telefon qilib kelib, lokatsiyalargacha taylab beramiz. Qancha kasallarni ko'nglini olib kelsanglar, shuncha yaxshi bo'ladi va savob bo'ladi. Inshaalloh sizlarni ham shu yerga taklif qilamiz. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar akalar, opalar? Biza keldik Toshkentga, davolanyapmiz, nechini olyapmiz. Sizlar sharofatlaringiz bilan kelib davolanyapmiz, opalar. Qo'lingizdan kelgancha yana yordamlaringiz biz uchun ayamasalaringiz, sog'ayib ketsak bizlar. Shu klinikaga keldik biza. Necha yil avatibmiz, davolanyapmiz. Kelib hammalaringizdan iltimos qo'lingizdan kelgancha yordam berishlaringizni so'rayman. Akalar, opalar, bizlar shu Toshkentga keldik. Chinorzorga davolanyapmiz. Duo qilamiz obunachilar, umrlar uzoq bo'lsin. Qo'lingizdan kelgancha yordam berdinglar. Sizlarning sharofatlaringiz bilan davolanyapmiz. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ro'za ayyomlaringiz bilan musofirlar, Alloh qo'llasin sizlarni, yordam berib turibsizlar sizlar. Obunachilar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar bizga. Biza sog'ayib ketaylik bizlar. Nasib bo'lsa obunachilar, Alloh qo'llasin sizlarni, birlaringga men bersin sizlarni obunachilar. Qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar bizga. Toshkentga davolanyapmiz biza obunachilar. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bizlar Toshkentga keldik. Davolanish davom etyapti. Aka, opalar hammalaringni Allohim rozi bo'lsin sizlarni. Bizlar davolanish davom etyapsizlar. Yordam qildilaring, sizlarning sharofatlaring bilan bizlar Toshkentga kelib davolanish davom etyapti. Opa, akalarim, opalarim, sizlardan Allohim rozi bo'lsin. Sizlarni doim duo qilamiz sizlardan. Birlaringga ming bersin sizlarni. Dunyo turguncha turinglar hammalaring. G'olib akamizni ahvollari ham yaxshi, mana ko'rishingiz mumkin. Lichinalarni olyapti. Mana G'olib aka, yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz aka? Gapira olmaydi, lekin shunday bo'lsa ham sizlarga rahmat aytamiz. Mana shu xonada davolanishyapti. Qadrli obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek Toshkent shahrida, ya'ni Chilonzor metroga yaqin Shuhrat Krugini oldida neurologiya klinikada yotibdi. Ahvollari hozir bugun 3-kun davolanish boshlashgan. Agar kimdir ko'rmoqchi bo'lib, kelmoqchi bo'lganlar uchun Telegramda o'zlarining gruppalari ham bor. Lokatsiyasini tashib qo'yamiz. Bemalol ko'rgani kelsanglar ham bo'ladi, xudo xolasa. Bu klinika Chilonzorda joylashgan, Chilonzor metrosiga yaqin joylashgan. Shuhrat Krugidan o'tgandan keyin, Chilonzordan kelaverishda Shuhrat Krugidan o'tgandan keyin o'ng qo'lda birinchi ko'chaga kirib kelasizlar. Birinchi ko'cha mana ko'cha hisoblanadi. Kirib kelsanglar neurologiya klinika. Mana shu joyga kelib bemalol bemorlarimizga xursandchilik ulashib ketsanglar bo'ladi inshaalloh.